Arzon narsa sifatli bo'lmaydi akalar. Sifatli narsa hech qachon arzon bo'lmaydi. Prado mashinamiz bizga bitta muammo bilan kelgan. Patolog qismida patologlari tashib yuborgan edi. Video davomida ko'rsanglar, oxirigacha ko'rsanglar, qanaqa bo'lgan, nima bo'lganini ko'rsatib o'tamiz. Biz endi bunga avtotika materialdan, koreyskiy materialdan polni erishib berganmiz. Xudo xolasa bu 1 yil garantiyali tashib yubormaydi. Stoykalarida mana shu ruchkalari bo'ladi. Ruchkalarini qora matviga bo'yab berganmiz. O'zida oppoq turgan edi. Ko'rasizlar, bir xil bo'lgan. Bu mashinamizda rul qismini koja peretashga qilib berganmiz. Ko'rasizlar, matvi bo'lgan. Kelgan qismida rullari, duplari juda ham shilinib ketgan edi. Ko'p muammolardan bittasi mana shu kojinning sidenalari chiqib tushadigan tarafi tez yorilib, to'kilib ketadi kojasi. Ko'rishingiz mumkin. Mana shu detallarni ham almashtirib berganmiz. Rangi ham boshqasi ham birga bir tushgan. Bu mashinamizga qilib bergan yana tashqi ko'rinishida ishlarni birma-bir sanab beramiz. Bamper qismida spoilerlari bor, ko'rasizlar. Spoilerlarni to'liq bo'yab berganmiz. Kichkina bo'lib, chaqa-chuqur bo'lib ketgan edi. Bamperlarning hammasi rangini bir-biriga tushadigan qilib, ideal qilib bo'yab berganmiz. Yon qismida mana shu moldinglarni ham bo'yab berganmiz. Общий mashinamizni polirovka xizmatlarini ham ko'rib berganmiz. Kimga shunaqa xizmatlarimiz qiziq bo'lsa kelar, bizga bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi.